Yangiqo'rg'on tuman Noqishlog'iga hop 3 ta eshik, bitta derazani olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa chiroyli holatda. Hop, neobreznoy yog'och, qalinligi 4,5 da bo'lgan. Ishlarimiz obunachilarimizga qiziq bo'lsa kerak. Har doimgidek qulupimizdan qimmat qulupdan oshim-oshlarni bu safar 4 tadan qo'yib berdik. Chunki eni 96-97 lik uchun ochilishini bir ko'rib berasizlar. Bir oshim-oshini ham ko'rib berasizlar. Mana oshim-oshini 4 tadan baquvvat qalinidan qo'yib berdik. Chunki eshikni qanotni o'zi 88 ga, buru 90 ga chiqqan. Hop, ancha og'ir eshik bo'lganligi sababidan shunday qo'yib berardik. Hop, akamiz o'zi taklif berdi. Tiniq holatda bo'ldi. Hop, sizlardan like, hop, kommentariyada 1 dan 10 gacha bo'lgan baholar berib ketasizlar. Obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yaqinlarga ulashib, chiroyli holatda ishlarimiz. 2 ta o'ng, bitta chap. Chiroyli. Naqshlari ham o'zgacha uslubda, har doimgidek mana shu trenddagi eshigimiz. Aynalarimiz germetika bo'lgan. Polniy atrofiga rezinka qo'yganmiz. Yopilishini bir o'zingizlar bahosini berib berasizlar mana. Yopganinglarda mana ovoz chiqmaydi mana. Chiroyli holatda bo'ldi. 3 ta eshik, razmeri 97 ga 243, bittasi 95 ga 243 ga chiqqan. Derazamiz razmeri 150 ga 177 ga chiqqan. Podakonliklari bor. Podakonliklarni hozir penasini quyib qo'yganmiz. Akfani podakonligidan qo'yganmiz mana. Go'zal holatda, akfa sifatida mana alohida ochilib yopiladi bular. Portichkasi ham ochilib yopiladi xonani shovqinlatish uchun mana. Go'zal holati bo'ldi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qarindosh urug' yaqinlariga jo'natib qo'yamiz. Hop. Narxlarni Telegram, WhatsApp, Imodan aloqaga chiqsanglar, o'shaga qarab gaplashamiz. Eshiklarning kvadrati 1 milliondan boshlanadi. 1 million 600 ming so'mgacha chiqaveradi. Derazalarimizniki 750 mingdan boshlanadi. 1 milliongacha chiqaveradi. Chiroyli holatda qilib beramiz shunday qilib. Aynan oshim-osh qulupi oddiy bo'lib, dastlabki uстановkalari ichida. Charchamanglar.